Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari tomoshabinlar. Mana kafil jarayonlarimizni boshladik. O'z terish jarayoni davom etyapti. Narxlar so'raganlar narxlarni o'tib ketamiz. Qanchaga olindi, qancha terilyapti. Mana ustki qismini qo'yib chiqamiz hozir. Bu tomonimiz yakunlandi va mana bu tomonimiz terib ketyapmiz. 42 sm balandlik bo'lyapti. Darvozaxona past uchun va mana ugonliklarimizni qo'yib ustini to'g'rilab ketamiz. Batafsil kanalimizni kuzatib boringlar. Qanchaga olindi, qanchadan terilyapti hammasini aytib o'tamiz. 54 mingdan metr kvadrat mana shu chaqmoq deb nomlangan kafilimizni oldik. Va 30 ming so'mdan metrajga teriladi. Kvadratga 35 ming, 40 ming so'mdan teriladi. Mana eng uzun joyimizni hozir boshladik terishni. Ya'ni 10 metr bo'lgan joyimizni terish boshladik. 7 metrlik joyimiz tugadi. Mana stanagamiz suv yordamida kesadi, hech qanday ortiqcha nima deydi, sindirmaydi kafil. Juda ham qulay. Оборот sal sekinroq, lekin juda ham yaxshi. Bolgarkani ham ishlatiladigan joylar bor, asosiy stanak ishlatamiz. 54 mingdan olingan va 30 mingdan teriladi. Darvozaning kraska jarayonlari bo'ladi. Yaqin 2 kun ichida nasib bitirayotgan jarayonlarni ko'rsatamiz. Noldan o'zimiz qilyapmiz shu ishlarni hammasini. Patolog, pol, vassosi, tomlari hammasini usta topib beramiz, barcha qurilish ishlarini qilamiz. Aloqaga chiqinglar. Telegramda Kasbustar gruppamizni taklif qilamiz. Siz bu yerda ish bo'lsa topishingiz mumkin, e'lon qo'yish mutlaqo bepul. Yetti metrli bo'lgan joyimiz tugadi va asosiy eng katta joyimiz hozir terish jarayonini boshlayapmiz. Ugonli qo'yamiz, tepa qismiga ham kafil bo'ladi. Mana burchalar ham tugatildi. Deganlar bo'lgan.